Assalomu alaykum, xayrli kun, xayrli tong, yakshanba kuningiz yaxshi boshlandimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yomg'ir yog'ganda menimcha juda ham ko'pchilik auditoriya meni eslaydi. Yomg'ir jinnisiligimni bilib turib. Zakazlarim keldi, sразу sizlarga istoriya olgim keldi. Jiyanlarimga narsalar zakaz qildim. Bilasizlar, ko'pincha Gulum Cosmeticsdan jiyanlarimga narsalar olaman, ayniqsa suxoy shampun. Har kun boshligini har kun yuvadi, chunki bular yana объем uchun ham suxoy shampun sepib, объем uchun anaqa qilishadi. Suxoy shampun ishlatishadi. Sразу qolgan narsalarni ham sochiga lechebniy shampunlar etdim. Bularni hammasini har doim jiyanlarim uchun Gulum Cosmeticsdan aytaman. Hozir kichkina mini obzorchik qilib beraman sizlarga. O'zimga, конечно, organizer etib oldim narsalarimni porядкка qilib olish uchun. Sizlarga ko'rsataman. Aytgancha bitta narsani sразу aytib ketdik. Gulum Cosmeticsda zo'r aksiya bo'ladi har doim. Bitta narsa olsanglar, bitta narsa tekin, ikkita olsanglar, ikkita tekin.